Verifikatsiya bosqichidan muvaffaqiyatli o'tganingizdan so'ng, navbatdagi qadam rekvizitlar bo'limiga o'tasiz. Tizim sizga shartnomani imzolash uchun ikkita usulni taklif etadi. O'zim qilaman yoki men uchun qiling. O'zim qilaman variantini tanlaganingizda pastda ishlash usullari ro'yxati ochiladi. Bu yerda sizga 4 ta ishlash usuli taklif etiladi. O'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkor, yuridik shaxs hamda agentlik yoki menejer orqali ishlash. Agarda vaqtingizni tejashni istasangiz, men uchun qiling variantini tanlashingiz mumkin. Bunda ro'yxatdan o'tish jarayoni siz uchun amalga oshiriladi. Bu xizmat pullik bo'lib, narxi 39 ming so'mni tashkil etadi. Platformada ishlashning birinchi va tavsiya etilgan usuli bu o'zini o'zi band qilishdir. Ushbu status to'lovlarni to'g'ridan-to'g'ri kartangizga qabul qilish imkonini beradi va ortiqcha shartnomalarni talab qilmaydi. Bunda soliq stavkasi bor yo'g'i 1% dan boshlanadi. Muhim shartga e'tibor bering. Ko'rsatilgan soliq stavkasi yillik aylanmangiz 4 milliard 940 million so'mdan oshmaguncha amal qiladi. Bu oyiga taxminan 412 million so'mni yoki baza hisoblash miqdorining 1000 barobarini tashkil etadi. Agar ushbu variant sizga mos kelsa, 3-bandga o'ting va 14 xonali shaxsiy identifikatsiya raqamingizni kiriting. Agar bu raqamni qayerdan topishni bilmasangiz, pastdagi eslatmani oching. U yerda shaxsiy identifikatsiya raqami, pasport yoki ID kartaning qayerda joylashgani ko'rsatilgan. Ma'lumotlarni kiritgandan so'ng tekshirishga yuborish tugmasini bosing. Arizangiz tekshirish uchun yuboriladi. Platformada ishlashning ikkinchi usuli yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun mo'ljallangan. Muhim shartga e'tibor bering. Ko'rsatilgan soliq stavkasi yillik aylanmangiz 4 milliard 940 million so'mdan oshmaguncha amal qiladi. Bu oyiga taxminan 412 million so'mni yoki baza hisoblash miqdorining 1000 barobarini tashkil etadi. 3-maydonga o'ting va o'zingizning soliq to'lovchi identifikatsiya raqamingiz yoki 14 xonali shaxsiy identifikatsiya raqamingizni kiriting. 4-bo'limda hisob turini tanlashingiz kerak. Agar asosiy hisob variantini qoldirsangiz, tizim kiritilgan soliq to'lovchi identifikatsiya raqami bo'yicha hisob raqamingiz va bank infosini avtomatik ravishda aniqlaydi. Agar boshqa bank ma'lumotlarini ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, ikkinchi hisob variantini tanlang. Paydo bo'lgan maydonlarga hisob raqamingizni va bank infosini qo'lda kiriting. Barcha ma'lumotlarni to'g'ri kiritganingizdan so'ng tekshirishga yuborish tugmasini bosing. Platformada ishlashning 3-usuli yuridik shaxslar uchun mo'ljallangan. Muhim shartga e'tibor bering. Ko'rsatilgan soliq stavkasi yillik aylanmangiz 4 milliard 940 million so'mdan oshmaguncha amal qiladi. Bu oyiga taxminan 412 million so'mni yoki baza hisoblash miqdorining 1000 barobarini tashkil etadi. 3-bo'limda tashkilotingizning soliq to'lovchi identifikatsiya raqamini kiritishingiz lozim. 4-bo'limda hisob turini tanlang. Agar asosiy hisob variantini qoldirsangiz, tizim kiritilgan tashkilot soliq to'lovchi identifikatsiya raqami bo'yicha hisob raqamingiz va bank infosini avtomatik ravishda aniqlaydi. Agar boshqa bank rekvizitlarini qo'lda kiritish kerak bo'lsa, ikkinchi hisob variantini tanlang. Paydo bo'lgan maydonlarga tashkilotingizning hisob raqamini va bank infosini kiriting. Barcha ma'lumotlarni tekshirib bo'lgach, tekshirishga yuborish tugmasini bosing. 4-ishlash usuli. Agentliklar bilan hamkorlik qiladigan yoki shaxsiy menejerga ega bo'lgan mualliflar uchun mo'ljallangan. 3-bo'limda hamkorlik variantini tanlashingiz kerak. Tizim ikkita yo'lni taklif etadi. Agar siz allaqachon biron bir agentlik bilan hamkorlik qilayotgan bo'lsangiz, o'z agentligim variantini tanlang. Ochilgan maydonlarga agentligingiz nomini, vakilingizning familiyasi, ismi va sharifini, shuningdek uning telefon raqami va Telegram foydalanuvchi nomini kiriting. Agarda bizning rasmiy hamkor orqali ishlashni istasangiz, ikkinchi variantni tanlang. Bunday holda agentlik vakili hamkorlik shartlarini muhokama qilish uchun tez orada siz bilan bog'lanadi. O'zingizga ma'qul variantni yakuniy belgilab, tekshirishga yuborish tugmasini bosing. Agar siz ro'yxatdan o'tish jarayonini to'liq bizning jamoamizga topshirmoqchi bo'lsangiz, men uchun qiling variantini tanlang. Bu xizmat pullik bo'lib, narxi 39 ming so'mni tashkil etadi. 2-bo'limda o'zingizning 14 xonali shaxsiy identifikatsiya raqamingizni kiriting.
Agar bu raqamni qayerdan topishni bilmasangiz, pastdagi eslatmani ochib ko'rishingiz mumkin. Shuni yodda tutingki, tugmani bosish orqali siz qo'shimcha ommaviy oferta shartlariga avtomatik ravishda rozilik bildirasiz. Ma'lumotlarni kiritgandan so'ng tekshirishga yuborish tugmasini bosing. Bizning jamoamiz barchasini o'z zimmasiga oladi, arizangiz esa tekshirishga yuboriladi. Ma'lumotlarni yuborganingizdan so'ng tizim sizni 3-bosqich nazorat bo'limiga o'tkazadi. Tasdiqlash oynasida ko'rsatilgan barcha ma'lumotlar to'g'ri kiritilganligiga ishonch hosil qiling. Agar biron bir xatolikni payqasangiz yoki boshqa usulni tanlamoqchi bo'lsangiz, o'zgartirish tugmasini bosib, ortga qaytishingiz va ma'lumotlarni tahrirlashingiz mumkin. Agar hamma narsa to'g'ri bo'lsa, tasdiqlash tugmasini bosing. Shundan so'ng anketangiz yakuniy tekshiruvga yuboriladi. Ariza muvaffaqiyatli qabul qilinib, ko'rib chiqishga topshiriladi. Tekshiruv natijasi haqida rasmiy Telegram bot orqali xabar beriladi. Ariza tasdiqlangach, Pro statusiga to'liq o'tish uchun yana bir nechta qadamlarni bajarish kerak bo'ladi. Asosiy sahifaga tugmasini bosish orqali platformadan foydalanishni davom ettirish mumkin.